Qishloqqa esa U ham men edim. U ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam edi. Bunda qishloqni kim boshqarardi deyishingiz mumkin. Bu savolga ham albatta javob beraman. U haqida to'liq gapirib berayotgan ekanman. Bu savolga ham albatta javob berishim kerak. Xo'sh, qishloqi personajini shuncha vaqtdan beri ko'p odamlar boshqargan rostini aytsam. Uni har safar har xil odamlar boshqarishi mumkin edi. Kimni vaqti bo'lsa, masalan, Shohruxning vaqti bo'lsa, Shohruxga Minecraft o'ynab o'raylik. Mana shu qishloqqa ko'rinishda bo'lib turasan derdim. U ham necho derdi. Husanga aytishim mumkin edi. Hattoki jiyanimga aytsam ham u ham o'ynab berishi mumkin edi. Lekin ba'zi paytlarda men hattoki hech kimni chaqirmasdan mod ishlatishim ham mumkin edi. Qishloqi masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqi kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuning vaqtdan beri artefakt men edim. To'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va tovushimdan tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak. Qishloqqa esa u ham men edim. U ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam edi. Qishloqqa keladigan bo'lsak. Qishloqqa esa u ham men edim. U ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqqa va artefakt bitta odam edi. Qishloqqa keladigan bo'lsak.